Appa minan bir yumuşak kuymak yiyeyim ba. Billa qilayli undag'ız qizim. Ma'qul? Köydürme kız köydürme sen yüreklerini. Kuymak keterlik materiallar 1 kilo un, 5 gram suda, 5 gram tuz, 10 gram xemirturuch, 900 gram su, 10 gram poda, pishtal tuxum. Tuz, xemirturuch, sudani unning ustiga silib olamiz. Ondan suyini quyib, yaxshi xemir holatga keltirib olsak bo'ladi. Xemirimiz musholat kelganda to'ldirishga qo'yib qo'yamiz. 1 soat epchiverdi. Bo'ldi. Quymoqimizning xemirini bo'pti mana. Endi ma 3 tal tuxumimizni yaxshi aralashtirib, aralashib olganda ustiga podani silib, yaxshi aralashtirib olamiz yana. Buniga ozroq qaynoq suvni silib, xemirimizning tabiga quyib olamiz. Quyib olgandan keyin yana yaxshi aralashtiramiz. Abay tuxumlarni mahimiy o'ziga sumirib bo'ldi. Buni qancha yaxshi aralashtirib olsak, shuncha o'xshaydi quymoqimiz. Eng oxirgi holatda mana mishta holat kiloda bu ximiyning. Appama xamir ajab sevg'ibekka. Shu. Voy, o'ynab olasiz sag'ichijmi? Va mahimiy degan. Quymoqimizning xamir tayyor bo'lgandan keyin cho'qim bir qachimizga muzdek sovuq suv ekib olamiz. Qo'limizni suvga chilab turib, quymoqning xamirini olmasak, ma xamirni ko'dinglar avalibek bo'sh tutqun olmaydi. Misholat kelganda silib olamiz qozoqlar. Buni qaysi o'rdek bo'lgan bu? Başkayız şunda bez çıktı. Çepirsimir chiroyli chiqib ketdi. Mana misholat kelganda pishqan bo'ldi bu. Shunda chiroyli o'xshidi. Mush shikarni yaxshi ko'radiganlar, mush qiziq vaqtida darhol shikarga mil olamiz. Qulog'ingiz kuyib ketadigan juma, men ham qulam kuyib turib qipiryaptim. Pa. Intayin o'xshagan quymoqlarimiz tayyor bo'ldi. Kelar qisanda Sizlar talab qilgan yigitimiz.